Savollarga javob berishda davom etamiz. Yoshim 30 da, 40 yosh berishadi. Xo'p, ajnim ko'p, uy sharoitida nima maslahat berasiz? Demak, yaxshilab eshitib olinglar. Kosmetologga kelishni xohlamaydigan yoki kela olmaydigan ayollar juda ham ko'p. Yoki uy sharoitida qimmat kremlar olib ishlata olmaydigan ayollar ham juda ham ko'p. Sizga eng zo'r maslahatim, ishoninglar, haqiqatda zo'r natija beradi. Faqat buni to'g'ri ishlatish kerak. Uy sharoitida retinol ishlatish juda ham zo'r foyda beradi. Faqat retinolni agar noto'g'ri ishlatsak, nojo'ya ta'sir olasiz, to'g'ri ishlatsangiz shikarn rezultat olasizlar. Demak, aptekadan retinoy mayz olasizlar, 0,1%li qizlar. Endi uni qanaqa ishlatish kerak? Yaxshilab eshitib olinglar. Retinoy mayzni haftada 1 martadan boshlaysizlar. Demak, 1 oy davomida haftada 1 marta surasiz. Ikkinchi oy haftada 2 marta, 3-oy haftada 3 marta ishlatasiz va 6 oygacha через день, ya'ni kun ora ishlatiladi. Kechasiga suriladi faqatgina. Hech narsa bilan aralashtirmaysiz, hech qanaqa sivrotkalar, hech qanaqa kremlasiz, faqat o'zini surib yotasizlar. 6 oyda ishoninglar, yuzingizda juda ham zo'r o'zgarish bo'ladi. Lekin xato qilish kerak emas, aynan ishlatilish tartibida. Eslab qolinglar.